Ina shu letniy sportivniy dvoykalarni 200 ming so'm deysiz masalan. Hammasini 200 ming so'mdan qo'yib berdik ishlarni. Obunachilar, kelaverasizlar. Bular trikosi bilan bo'ladi, qaranglar. Trikosi shunday temniy svetda bo'ladi, usti shunday sportivka bo'ladi, yengil kalta bo'ladi. Razmerlari 50 dan 56 gacha bo'ladi. Kunini aytib o'tay shu daqiqa, kuni 3-iyundan 6-iyungacha davom etadi. Qurbon hayiti munosabati bilan. Qurbon hayiti munosabati bilan xudo xohlasa kelaveradilar, hayitgacha davom etadi. Ağa, razmerlari ostatka emas, ko'rib turganlaringizdan bor. Svetlarni qarang, ağa. Oq, yashil, ko'k, sari, ochiqi, temnisi, xullas har xilsidan bor. Seriyalar ham ağa razmeri bilan bor. Qaranglar endi, xolodokni bahosini ham voqea chopib tashlaymiz. 480 ming so'm sotilgan ekan, sizlar uchun 330 ming so'mdan. Mana ranglari, svetlari bilan bir chap, ağa, ko'rsang, bir 7 xil sveti bor bularning. Bularni yana qarang, 400 ming so'mdan sotganmiz, 250 ming so'mdan Xitoy fabrikasi narsalar. Tezlashamiz. Fore Turkiyaniki 430 ming so'm sotilgan. Ağa 280 ming so'mdan sizni aytib keladilar. Bir dana sharti bor, obunachilar. Bizlarga obuna bo'lib qo'yishlaringiz kerak bo'ladi. Ya'ni Nike 251. Podpisatsiya bo'lib qo'yasa, skidkadan umumiy foydalanib ketaverasiz. Shu yerda do'kon manzilini ham aytib o'tadi. 251 Nike magazin Urganch Raycenter buyum bozorida joylashgan bo'ladi. Bemalol kelaveradilar. 4-qator 251 Nike magazin.